Biz bugun dunyoning asosiy qonunlaridan biri hisoblangan jismlarning muvozanati va massa markazi tushunchasini amaliy misollar orqali o'rganamiz. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi amaliy mashg'ulotimiz jismning og'irlik markazini aniqlashdan iborat. Buning uchun biz dastlab og'irlik markazi nima ekanligini tushunib olishimiz kerak. Jismning og'irlik markazi bu jismning barcha massasi to'plangan bo'lishi mumkin bo'lgan nuqtaga aytiladi. Xo'sh, jismlarning og'irlik markazi o'z aslida qayerda joylashgan? Ba'zi jismlar bor, bir jinsli bo'lgan jismlarda va aniq bir shaklga ega bo'lgan jismlarda og'irlik markazi uning geometrik markazi bilan mos keladi. Misol tariqasida shar. Demak, uning og'irlik markazi sharning markazida bo'ladi. Yoki bo'lmasa, kubning og'irlik markazi uning katta diagonallari kesishgan nuqtada bo'ladi. Shuningdek, piramidaning ham og'irlik markazi uning geometrik markazi bilan mos keladi. Yoki bo'lmasa, masalan, qalam og'irlik markazi deyarli uni o'rtasida bo'ladi. Agar uchi yo'nilgan bo'lsa, o'rtasidan sal pastga tushishi mumkin. Yoki bo'lmasa, stol uning og'irlik markazi agar oyoqlarini hisobga olmasak, mana shu tepa qismining o'rtasida, ya'ni o'sha to'rtburchakning diagonallari kesishgan nuqtasida bo'ladi. Agar uning oyoqlarini hisobga oladigan bo'lsak, bu stolning og'irlik markazi bu diagonaldan sal pastroqqa tushib qoladi. Ya'ni u stolning og'irlik markazi stolning o'zining tashqarisida bo'lishligi mumkin. Endi bu jismning og'irlik markazini aniqlashdan oldin biz ba'zi bir jismning muvozanat holati haqida tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Jismning muvozanat shartlari bor. Bu ikkitadan iborat. Birinchi, jismning muvozanat shartlari. Jismga qo'yilgan kuchlarning barchasining vektor yig'indisi nolga teng bo'lishligi kerak. Yoki boshqacharoq qilib aytganda, jismga qo'yilgan kuchlarning natijaviy kuchi bu nolga teng bo'lishligi kerak. Xo'p, ikkinchidan, jismga qo'yilgan kuchlarning momentlarining vektor yig'indisi nolga teng bo'lishligi kerak. Ya'ni boshqacharoq qilib aytganda, jismga qo'yilgan kuchlarning momentlarining natijavisi nolga teng bo'lishligi kerak. Mana shu ikkita shart bajarilganda jism muvozanatda bo'lishligi mumkin. Xo'p, o'zi kuch momenti deganda nimani tushunib olamiz? Kuch momenti deganda jismga qo'yilgan kuchning kuch yelkasiga ko'paytmasiga aytiladi. Demak, buning formulasi mana bu. Demak, jism kuch momenti, F'imiz esa jismga qo'yilgan kuch, L'imiz esa kuch yelkasi. Kuch yelkasi deganda nimani tushunamiz? Kuch yelkasi deganda jismga qo'yilgan kuchning ta'sir chizig'i bilan aylanish o'qi orasidagi eng qisqa masofaga aytiladi. Misol tariqasida mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana bu vintni buramoqchi bo'lsak, kuchimiz qo'yilgan nuqta bu yerda bo'ladi va aylanish o'qi vintni o'zi bo'ladi va vint bilan, ya'ni aylanish o'qi bilan kuch orasidagi eng qisqa masofamiz bu yerda ko'rinadiki 50 santimetrdan iborat bo'ladi. Endi amaliy mashg'ulotni bajarish uchun mana shu tushunchalarni oldin tushunib oldik va amaliy mashg'ulotga endi o'tamiz. Demak, bu amaliy mashg'ulotimizda asosan bizga kerakli bo'lgan jihozlar. Birinchidan, qog'oz bo'lagi kerak bizlarga. Ikkinchidan, qalam kerak. Uchinchi esa qaychi kerak. To'rtinchidan bizga shtativ. Keyingisi, demak, uchiga sharcha osilgan ip kerak. Keyingisi esa bir sim bo'lagi yoki bo'lmasa bizlarga mix bo'lishini o'zi kifoya qiladi. Demak, bu amaliy mashg'ulotni bajarishlik uchun dastlab mana shu qog'oz bo'lagini, bu ikki o'lchamdagi jismning og'irlik markazini topish hisoblanadi. Shuning uchun biz qog'oz bo'lagini oldik. Bu qog'oz bo'lagini ixtiyoriy shaklda birinchi qirqib olamiz. Bu yerda ko'rib turibmiz, ixtiyoriy shakldagi
jism, mana shu jismni og'irlik markazini qanday aniqlasa bo'ladi? Bu jismni og'irlik markazini topmoqchi bo'lsak, biz biror bir nuqtasidan, mana shu karbon qog'ozining biror bir nuqtasidan teshik ochib va teshik ochamiz. Mana shu teshik ochib ip osib qo'yamiz. Bunda unga ta'sir qiluvchi kuchlarni ko'radigan birinchi bosim kuchi va qayerdandir og'irlik markazida og'irlik kuchi mavjud va o'sha og'irlik kuchi ta'sir qiladi. Bu og'irlik kuchimiz biz uchun masalan og'irlik P harfi bilan belgiladik. P'miz demak mg ga teng bo'ladi. Bu yerda muvozanatda turishligi uchun birinchidan kuchlar, natijaviy kuchimiz 0 ga teng bo'lishligi kerak edi. Ikkinchidan esa kuch momentlari 0 ga teng bo'lishligi kerak edi. Bu yerni qaraydigan bo'lsak, kuch momentimiz 0 ga teng emas. Qanday tushunsa bo'ladi? Demak, mana bu aylanish o'qi hisoblanadi. Bu esa bosim kuchi. Endi mana shu aylanish o'qidan bosim kuchigacha bo'lgan masofamiz 0 ga teng. Shuning uchun bu kuchning momenti ham 0 ga teng. Endi og'irlik kuchini ko'radigan bo'lsak, og'irlik kuchi mana aylanish o'qi mana bu yerda turibdi. Demak, og'irlik kuchini nuqtasidan, ya'ni bu kuchni ta'sir chizig'idan, demak, mana shu aylanish o'qigacha agar bu chiziqni oladigan bo'lsak, mana shu ikki chiziq orasidagi eng qisqa masofa bizga hozirgi kuch yelkasi hisoblanadi. Demak, bu yerda biz uchun bosim kuchini momenti 0 ga teng, lekin og'irlik kuchini momenti 0 ga teng emas. Agar buni biz hozir qo'yib yuboradigan bo'lsak, bu muvozanat holatiga intiladi. Xo'p, mana qo'yib yubordik. U tinch turmaydi, muvozanat holatiga intiladi. Demak, u muvozanat holatiga keldi. Mana shu muvozanat holatiga kelgan paytda, demak, bizlarda natijaviy kuchimiz ham 0 ga teng bo'ladi, natijaviy momentimiz ham 0 ga teng bo'ladi. Chunki endi mana shu bosim kuchi bilan og'irlik kuchi bir to'g'ri chiziqda yotibdi. Bosim kuchini momenti ham 0 ga teng va og'irlik kuchini momenti ham 0 ga teng. Demak, natijaviy momentimiz ham 0 ga teng. Shuning uchun bu jism muvozanatda turibdi. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, agar bir karbon qog'ozini bir nuqtasidan teshib, uni ip osib qo'yadigan bo'lsak, bosim kuchi bilan og'irlik kuchi bir to'g'ri chiziqda yotar ekan. Mana shu to'g'ri chiziqni chizsak, biz qayerdadir og'irlik, mana shu chiziqlarni qayerdadir og'irlik kuchi, ya'ni og'irlik nuqtasi yotganligini bilib olamiz. Endi ikkinchi marta mana shu ikkinchi joydan teshib yana osamiz. Demak, uni yana o'z holiga qo'yib yuboradigan bo'lsak, yana bir to'g'ri chiziq joylashadi. Mana shu to'g'ri chiziqda og'irlik kuchimiz ham yotibdi va mana shu to'g'ri chiziqda demak bosim kuchimiz ham yotibdi. Mana shu ikki chiziqni kesishgan nuqtasi biz uchun og'irlik markazi bo'ladi. Chunki bu chiziqda qayerdadir og'irlik markazi mavjud edi. Mana bu chiziqda ham qayerdadir og'irlik markazi mavjud. Demak, mana shu ikkita chiziqni kesishgan nuqtasi mana shu jismning og'irlik markazi bo'ladi. Xohlasak, 3-nuqtadan ham osishimiz mumkin. Yana buni qo'yib yuboradigan bo'lsak, yana 3-chiziq ham paydo bo'ladi va mana shu chiziq ham ikkita chiziqni kesishgan nuqtasida bo'ladi. Mana shu taqdimotni endi biz amalda bajarib ko'ramiz. Hop, demak bu yerda mana 3 ta chiziq o'tkazdik.
Mana shu 3 ta nuqta kesishgan nuqta esa mana shu shaklning og'irlik markazi hisoblanadi. Buni tekshirishlik uchun agar jismni og'irlik markaziga tayanch qo'yadigan bo'lsak, jism muvozanatda turadi degan shartdan biz og'irlik markazini haqiqatan to'g'ri topganligimizni tekshirib olamiz. Demak, barmoqning uchiga yoki bo'lmasa mana qalamning uchiga mana shu og'irlik markazidan qo'yadigan bo'lsak, demak jism muvozanatda turishi kerak. Demak, biz og'irlik markazini to'g'ri topgan ekanmiz. Xo'p, endi sizlarga bu amaliy mashg'ulotda biz ixtiyoriy ikki o'lchamli shakldagi jismni og'irlik markazini topish mumkin deb aytdik, lekin ayrim holatlarda bu amaliy mashg'ulot bilan og'irlik markazini topib bo'lmaydi. Xo'sh, mana shu ikki o'lchamli qanday shakllarda og'irlik markazini bu usulda topib bo'lmaydi? Buni izohlarda qoldirishingizni so'rayman.